Mamajonova Mavluda. 58-yil tug'ilganman. Andijon viloyatining Shahrixon tumanidan. 2023-yil 20-noyabr kuni shu yerga davolanish uchun kelganman. Ochiq aytaman, men meditsinaga ixlosim qolmagan. Umuman meditsina meni bir chekkaga borib, mana shunday to'shkaga borib to'xtatgan. Mana shu holatda sen ketishing kerak. Keyin bo'pti, endi baribir shu jarlikka tushishim kerak ekan, tirik holatimda tushaman degan holatda o'zimni tutdimda, keyin mana shu internetga kirib tabiiy giyohlardan foydalanishga ahd qildimda, lekin shu Murod shifoni topdim Namanganda. 20-noyabrda yetib keldim, xudo xolasa. Keldim, sirazi bu yerda meni davolash nimasini kursini ochishdi, davolandim. 20 kun deganda men 70% yaxshi hayotga bu yoqqa qaytishga o'zimda ishonch topdim. 20 kunda yashash uchun kurashishim kerak ekan degan ishonch menda uyg'ondi. 20 kunda rosa 70% ga meni yaxshi qilishdi desam ham bo'laveradi. Yaxshi bo'ldim, yaxshi yashadim. Bu yerda 3 oy davolandim, kurslarda barcha nimalarda retsept bo'yicha davolandim. Naqalarni buzmadim. Parhezlarda hech qaysini buzmadim. Doktorlar aytgan holatida davolandim. Hozir mana 2 yil bo'ldi. Hech qanday menda bezovtalik yo'q, o'zimda yaxshi his qilyapman. Har nimada bir 6 oyda bir nimada kelib ko'riklardan o'tib ketyapman, davolanib foydalanib. Lekin yaxshi bo'lib ketdim. Shifokorlarga ming rahmat. Ham tabiiy holatda, ham meditsina tomonidan ikki taraflama meni davolashib, meni hayotga qaytarishdi. Endi ishonchim shunaqa kattaki, xudo xolasa 100 ga kirganimda ham shu qizlarni kelib ko'rib ketish niyatim bor. 100 ga yetkazishdi meni hayotimni yetkazish uchun. Rahmat, bulardan ming rahmat, ming roziman. Mehnatlariga bular rozi bo'lsin. Umuman men yashashdan umidimni uzgan edim. Shu Murod shifoda yana qaytib, hayot kerak ekan menga deb yashash uchun kurashdim. Bochadon bo'yni qiniq sohasida katta o'simta holatida kelganman-da. Kuchli edi menda. Allohga shukr, hammasi yaxshi bo'ldi. Alhamdulillah. Vrach doktorlarimizni qo'li dard ko'rmasin. Hech qachon kamlik ko'rishmasin. Menaqa hayotdan umidini uzganlarni qayta hayotga qaytarishib, orzu havaslariga yetib yursin ilohim. Farzandlari ham bular Murodjon bosmagan joylarda endi farzandlari, bularda ishini davom ettiruvchi, bularni ham farzandlari davom ettirsin ilohim. Hamisha yaxshi yursin. Yulduzoyga ham alohida rahmat. Murod shifo klinikasiga chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Meni hech qanday ustoz firog'imni ham ko'tarishdi. Dard kelganda baqirib chaqiribni ham ko'tarishdi. Shirinliklarni yegim kelib qolganda baqirib qolsam aldashib chiqarib qo'yishni ham bilishdi bular. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Endi bitta